Baxt duygusu. Ömür esir halqıgan momam daim gülüp duratdi. Uyimiz kelgen mehmanlar onundan uzun ömürnün sırrını soraydıgan. O yanılı gülüp durup qanaat balam deyipti. Paranlasak o hazırgı bütünlüğe oxşmaydıgan acayip bir zamana başlap kiratdi de o yerdeki qahatçilik, qattiqchilik dastidan go'yoki gallarimiz qurgan halda qanmay anlap ketetdik. Ana shunday qattiqchiliklarni esga olgandimi, momamning chehridan shu kulgisi jillanib turadi. Balam, nimani qadrlasa shunga boy bo'ladi kishi, degach erinmay o'ltirib parcha-porat pullarning burchaklarini tuzaydi. Tuzab bo'lib kulib qo'yadi. Momamdan udum qilganmikin, yeshi yerim asirchilik dadammi kulib turadi. Boshqalar uningdan qanday qilganini yashtirish to'g'risi so'raydi. O daim javoban "Kang qo'rsaqliq balam" deydi. Dadasidan kichikli yetim qolgan dadam azaldan o'zining o'tmishni jafoliq qilib tasvirlamaydi. Asli odam o'zi xolisa qalbiga necha osmonga petib ketadi. Apamdan hadillarim to'y to'g'riliq savollarni so'raganda, apamning eng jiq ta'kidlaydigani "Savrning tegi oltin balam. Muhabbat xuddi bir sehrga o'xshash. Qarshi tarafning aybini yapsa, oila lopinek o'xshaydi. Savrchanlik bilan oilani parvish qilishingiz kerak. Chunki 27 yildan buyon turmushingizda bo'lib boqmagan odam bilan ayrim bir dunyo barpo qilish uncha osonga to'xtamaydi" deydi. Men bo'lsam kichikligimga qaramay, o'zim uchun bir qonuniyat turg'izdim. Ismini minnatdorlik deb nomladim. Onunğa hazırki adamlardeken buluvatqan, men momamdan öğrengen qanaat, dadamdan öğrengen kang qo'rsaqliq, apamdan qilgan savrchanlik yo'g'rilgan va kichik ishlarga qo'ymay minnatdorlik bo'ladigan mijozim singdirilgan. Turmush ritmining tezligi va turmush besimining ig'irligi zimmisini besib olib, baxtdan yiroqlab ketganlar oz emas. Amaliyotda baxt hech qachon hech kimni tashlab ketgan emas. Faqat qanoatsizlik, ichtorlik, toqatsizlik ba'zilarning ko'zini to'sib olgan xolos. Go'dakligimdan hozirga qadar so'rab kelgan va menga elib yursam deydigan bir angishtirim bor. U bo'lsa baxt. Baxt shuki, baxt cho'qim orzularimizdagidek yiroq kelgusida bo'lishi va cho'ng ishlarda bo'lishi notayin. Baxt bizning qiynalmay olgan har bir nafaslarimizda bo'ladi. Baxt sahardagi quyoshning derizni kesib o'tganini ko'rgan ko'zlarimizda bo'ladi. Baxt apamiz rishtisi bilan damlangan har bir piyolning havo qo'yilgan g'orida bo'ladi.